Xizmat sifatini yaxshilash maqsadida bir necha kun oldin so'rovnoma o'tkazdik. Ushbu so'rovnomada ishtirok etganlar juda ham ko'p. Ular bergan fikrlar, e'tirozlar, takliflar va savollarga bugun loyiha rahbari Mahkamov Shuhrat Farhodovich bilan birgalikda javob olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. So'rovnomada ishtirok etganingiz uchun rahmat. Avvalambor biz ochiq muloqotga tayyormiz. Bu bizni yanada ko'proq ishlashga undaydi. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Art Music Planet loyihasining offline tanlovlari qanday darajada o'tkazilyapti degan so'rovnomamizga kamchiliklar bor deya javob berishibdi. Bor, kamchilik bor. Uni to'g'rilaymiz. Hakamlar hay'ati juda noto'g'ri. Mutaxassis bo'lmaganlar tanlangan. Yo'q. Bu fikrga uncha qo'shilmayman. Agar qaysidir yo'nalishdan shunaqa fikrga ega bo'lsa, bizga ochiq-oydin aytishsin. Biz buni ko'rib chiqamiz. Birinchi darajali. Nima uchun deganda, bizlar ikkita loyihasida ishtirok etdik va bizga juda yoqdi. Qani endi ilojimiz bo'lsa, har bir loyihasida ishtirok eta olsak edi. Rahmat fikr uchun biz kutamiz. Qoniqarsiz. Qoniqarsiz. Bizga aniq fakt bilan, aniq ma'lumot kerak. Chunki biz bilmagan qanaqadir kamchilik bo'lsa, biz albatta uni to'g'rilaymiz. Birinchi sinfli raqqosalar bilan 7-sinfli raqqosalarning darajasini taqqoslash menimcha to'g'ri kelmaydi baravariga. Biz shunaqasiga ham yosh toifa bo'yicha baholanadi. Tanlovda sahnaga qadam qo'ygan bolalar uchun birinchi o'rinda e'tibor va ularni qo'llab-quvvatlashga e'tibor berilgani juda ham quvonarli. Har bir ishtirokchi uchun e'tibor va tanlovlarni yaxshi tashkillashtirilganligi va tanlovlarni ijro ketma-ketligi, yosh toifasida qo'yilganligi va Grand Prix o'rinlaridan tashqari har bir yaxshi ishtirokchilar uchun nominatsiyalar qo'yilganligi bu albatta qisqacha ta'rif. O'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga har doim tayyormiz. Rahmat. Yosh toifasida 15-17 yosh qo'yilgan. Bu hatto 15 yosh maktab o'quvchisi bo'ladi. 17 yosh albatta kollej talabasi. O'rtasida farq bor. Bu safargi tanlovlarda 10-15 yoki 12-15 yosh toifasida bo'lsa albatta zo'r bo'ladi. 15-17 yosh bu yaxshi. Chunki 15 yosh ham 17 yosh ham deyarli ko'p narsani o'rgangan. Ammo bu kishi aytayotgan 10-15 yosh toifasi o'rtasida katta tafovut bor. 10 yosh o'quvchi endi o'rganayotgan, balki boshlang'ich bo'lishi mumkin. Lekin 15 yosh, bu aytganimdek, ko'p narsani biladi. Shuning uchun 10 yosh bilan 15 yoshni taqqoslab bo'lmaydi. Shaffof. Rahmat. Qoniqarli. Rahmat. Aniq va haqqoniy. Rahmat. Har doim tanlovingiz pullik. Ba'zilari pullik, ba'zilari bepul bo'lsin. Va men bir qatnashganim shu kanalda o'tkazilgan bir tanlovda. Bepulini xudo xolasa imkoniyat cheklanganlar, nogironlar o'rtasida o'tkazamiz. Bunaqa rejamiz bor. Bu rejani menga administratorim aytgan. Xudo xolasa bu savobli ish bo'ladi. Rahmat. Yosh toifasi bo'yicha baholanglar. 8 yosh bola bilan 16 yoki 17 yoshlarni birga baholaysizlarda 8 yoshga Grand Prix berasizlar. Kichkina-ku deb. Yosh toifa qilinglar, iltimos, kichkina va kattalar yosh toifasi. Shunda alohida o'rin beringlar. Shu holicha ham yosh toifa bo'yicha baholanyapti va Grand Prix masalasida umumiy olib qaraganda 8 yosh ham bor, 16-17 yosh ham bor. Zo'r bo'lsin, Grand Prixni olsin, bizga farqi yo'q. Rahmat. Tartibsiz. Xo'p, tartibsiz. Tartibsiz deganda bu menimcha taqdirlash marosimini aytyaptilar, to'g'ri. Buni Buxoroda ayniqsa tanlovdan keyin men fotolarni, videolarini ko'rdim. Salgina tartibsizroq bor. Buni xudo xolasa keyingi tanlovda aniq tartibga solamiz. Tashkil etish, har bir o'quvchini taqdirlash va ustozlariga ham tashakkurnoma berish yaxshi o'ylangan va yaxshi bajarilyapti. Biz ushbu festivalda hammasida qatnashib kelyapmiz va bu safar mukammallashib, rivojlanishyapti. Shuning uchun a'lo baholayman. Rahmat. Harakat qilyapmiz. O'sha tanlovdan tanlovga kamchiliklarni yopishga harakat qilyapmiz. Kamchiliklarni bartaraf qilishga harakat qilyapmiz. To'g'ri fikr bildiribdilar. Rahmat kattakon e'tibor uchun.
Odatda ishtirokchining yoshi bilan qiziqishmadi. Baholash mezonlariga amal qilish kam e'tibor qaratildi. Xo'p, qarang, bu yerda baholash mezoni bor. Shu paytgacha umumiy holatda bo'lgan, lekin xudo xolasa bundan keyingi tanlovda biz aniq mezon bo'yicha raqamlarda ishlaymiz. Ya'ni 5 ta mezon bo'ladi. Mana shu 5 ta mezon, har bir mezon 20 balldan 100 ballgacha bo'ladi. Ya'ni 5 ta mezonni hisoblaganda 100 ball bo'ladi. Shunga qarab baholanadi. Menimcha bu yanada adolatli bo'ladi, xudo xolasa. Albatta. Ballar adolatli qo'yildi. Rahmat. Haqqoniy bo'lmadi. Endi o'quvchilarimizni qatnashtirmaymiz. Yo'q, unaqa fikr to'g'ri emas. Qatnashtiring. Biz o'quvchilarni sindirish uchun emas, biz qo'llab-quvvatlash uchun harakat qilyapmiz. Balki qanaqadir kamchilik bo'lsa, bizga to'g'ridan to'g'ri aytish mumkin. Biz aytdim-ku, ochiq muloqotga tayyormiz hamisha. Rahmat. Tanlovlar juda yaxshi tashkil qilindi. O'quvchilarimiz ham yangiliklarni ko'rib o'sishyapti. Xursandmiz. Maqsad shu. Onlaynda jo'natgan raqsimiz 2 ni olyapti. Offlaynda o'sha raqs 1 Grand Prix olyapti. Farqi shunda, to'g'ri baholanmayapti. Onlayn bilan offlaynni bir-biriga solishtirib bo'lmaydi. Onlaynda qayta-qayta ijro bo'ladi va u qachon qatnashgan? Xuddi o'sha raqs bilan qachon qatnashgan? Va offlaynda balki mazza qilib ijro qilgandir. Bilmaymiz buni. Bir-biriga taqqoslash to'g'ri emas. Yaxshi ijro bo'lgandir. Balki juriga yoqqandir. Bilmadim. Taqdimotda ba'zida qaysi yo'nalish, kimni taqdirlayotganini ham bilmay qoladi kishi. Ayniqsa taqdirlash marosimini biz xudo xolasa ko'proq e'tibor beramiz. Yaxshiroq o'tishiga, tartibli o'tishiga harakat qilamiz. Zo'r. Rahmat. Hammasi yaxshi. Past ball qo'yishadi, o'rinni ham sotadilar. Qani, keltirsin. Bu yerda sotiladigan narsaning o'zi yo'q. Agar tanish bilish, sotilish kerak bo'lsa, hatto o'zimizning shogirdlarimiz qatnashadi. O'shalarga berardik agar yoki tanishlarimizga. Bu yerda asossiz gap. Fikrlar uchun rahmat, lekin asossiz. Rahmat. Keyingi so'rovnomaga o'tamiz. Hakamlar hay'ati a'zolarining faoliyatini qanday baholaysiz degan savollarimizga haqqoniy emas. Yana o'sha fikr, qaysi yo'nalishdan haqqoniy emas? Bizga aytishsin. Albatta, aniq keltirib o'tishsa. Haqqoniy. Bor ekan-ku. Professional, o'z ishining ustasi. Shunga harakat qilyapmiz. Hakamlar tomonidan ham bolalarni kamsitish bo'lmadi. Har bir bola uchun qo'ldan kelgancha o'rinlarni berishdi. Ularni ruhiyatini tushirmasdan. Rahmat hakamlarga. Noto'g'ri tartibda baholaydi. Ijro paytida o'quvchiga emas, yo gaplashib, yo yozib yoki telefon o'ynab o'tirishadi. Gaplashib o'tirishi balki muhokama qilayotgandir. Va qaysi yo'nalishdan shunaqa bo'lyapti, bizga aniqroq aytish kerak. A'lo darajada. Qoniqarli, haqqoniy. Nega shunday ball berganini ham aytsinlar hakamlar. Qayeri xato, qayeri yaxshi, nimani ustida ishlash kerak, faqat ball beriladi. Izohlab nega shunday ball berganini ham aytishsin. Takliflar uchun rahmat. Albatta ko'rib chiqamiz. Haqqoniy emas. Qaysi? Nima haqqoniy emas? Qoniqarli. Chunki hakamlar odilona baho qo'yishmayapti. Nizom bo'yicha ballarni har bir ko'rsatilgani bo'yicha alohida ball qo'yib, umumiy jamlanib, keyin ballni ko'rsatish kerak. O'quvchi nima uchun past ball olganini tushunmayapti. Hech kim aytib bera olmaydi. Nizomda hakam qo'yilgan ball qayta ko'rib chiqilmaydi degan jumlani olib tashlash kerak. Chunki haqqoniy ball qo'yishmayapti. Izoh so'rasang, o'qituvchini nima ashula aytganini ham tanimaydi, bilmaydi. E'tiborli emas, iqtidorli o'quvchilar past ball olib, ovozi yetmagan, adashgan, tondan chiqib ketgan o'quvchilar o'rin olib ketyapti. Buxoroda an'anaviy xonandalik bo'yicha umuman haqqoniy ball qo'yilmadi. Menda har birini videolari bor, hakam telefon o'ynab o'tirganlari ham.
an'anaviy xonandalik va sozandalikdan bizda har doim muammo bo'lgan. Shunaqa bizda qiyinchilik borki, boshqa viloyatda o'tkazganimiz uchun Toshkentdan mutaxassis olib borish bizga ozgina qiyinroq. Ayniqsa Buxoroda biz qiynaldik, rostdan ham. Biz gaplashgan, biz olib kelmoqchi bo'lgan mutaxassis bir kun qolganda bekor bo'ldi, kelolmaydigan bo'ldilar. Shuning uchun biz boshqa bir mutaxassislarga murojaat qilishga to'g'ri keldi. Bu kamchilikni agar haqiqatdan aytganlar to'g'ri bo'lsa, buni biz bartaraf qilamiz. Rahmat. Shaffoflik yo'q. Bu fikrlarga qo'shilmayman, chunki shaffoflikni ta'minlash maqsadida tanlov boshlangunga qadar hakamlar hay'ati a'zolari tanishtirilmagan shu paytgacha. Bundan keyin ham unaqa bo'lmaydi. Va hakamlar hay'atiga berilayotgan ro'yxatda o'quvchilarning qayerdanligi yozilmaydi ham. Chunki bu narsa hakamlar hay'atini chalg'itishi mumkin, katta ehtimol bilan. Shuning uchun o'quvchilarni baholash uchun hakamlar hay'ati bilmagani ma'qul. Yana qanaqa shaffoflik bo'lishi mumkin? Agar bu kishida shunaqa variant bo'lsa, bizga aytishsin, biz qabul qilamiz. Navbatdagi so'rovnomaga o'tamiz. Art Music Planet loyihasi ishchi xodimlarining xatti-harakatlari va muomala madaniyati. Muomala madaniyati yoqmadi. Ular ham tanishlarini qo'llamoqda. Menga shunaqa narsa kerak. Ishchi xodimlarning qanaqadir kamchiligi bo'lsa, bizga aytsin. Aynan menga aytsin. Bu narsani bartaraf qilishimiz kerak. Lekin men bu narsaga bilmadim. Har tanlovda buni qayta-qayta aytaman. Hech kimni tanish bilishi degan narsa yo'q. Hammaga bir xil. Kelgan o'quvchilar, mana shu o'zimiz singillarimiz, ukalarimiz, ular ota-onalari, o'qituvchilari, hammalari biz uchun bir xil. Agar shunaqa holatni sezsalar, menga shaxsan aytsin. Men qayta bu narsani bartaraf qilganimiz yaxshi, agar mabodo bo'lsa agar. Rahmat. Mamnaqa degan belgi bor ekan. Buni qanaqa betaman? Mamnaqa degan belgi bor ekan. Like. Rahmat. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Buxoro sadolari tanlovida ishtirok etganimizda, tanlovni tashkillashtirish va ishchi xodimlarni savol berganda madaniyat bilan savolga javob berishgani maqtovga loyiq. Rahmat. So'raganda javob ololmaganmiz. Qaysi viloyatga borsak, biz ham mehmonmiz. Balki bizning bolalar hal qila olmagan masala bo'lishi mumkin. Buni o'sha maktab rahbariyatiga aytgani yaxshi. Agar biz tomondan qanaqadir kamchilik bo'lsa, buni bartaraf qilamiz. A'lo darajada. Rahmat. Tushunmagan har qanday masalani bir zumda yechib berishadi. Rahmat. Albatta hammasi yaxshi muomala va madaniyati, lekin ba'zi hollarda ba'zi bir xodimlar kimligini aytishni ep ko'rmadim. Qo'rs va bepisandlik bilan muomala qilishdi. Jurilar masalasini ham yaxshilab o'ylab, imkon qadar taniqli shaxslardan va xizmat ko'rsatgan artist, fan nomzodi, professor yoki el suygan ustozlardan iborat bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Qo'rs buni aytish kerak menga. Agar shunaqa muomala qilgan xodim bo'lsa, buni jazosini beramiz. Shirin so'z. Adolatli tanlovlar va adolatli hakamlar. Rahmat. Balla. Rahmat. Muomala madaniyati yaxshi, e'tirozim yo'q. Haqqoniy emas. Yana o'sha gap. Nimasi haqqoniy emas? Agar buni bartaraf etamiz, aniq aytishsin bizga. Navbatdagi so'rovnomaga o'tamiz. Loyiha administratorining xatti-harakatlari va muomala madaniyatini qanday baholaysiz? Yaxshi, ofarin, a'lo, a'lo, yana a'lo. Hali qarab turibdi o'zi. Har bir gaplari va va'dalari o'rnida bajariladi. Qarang-a. O'z vaqtida kerakli ma'lumot berishadi va tezkor, xushmuomala ishlamoqda. Ma'qul. Rahmat. Juda yaxshi. Hammasi yaxshi, a'lo darajada. Loyihada faqat administrator zo'rmi deyman? Adminlar ko'p savollarga javob berishmadi. Nima javob beray bunga? Aynan qaysi vaqt? Buni o'sha
tashkiliy qismda balki qanaqadir vazifa bajarayotgan bo'lishi mumkin. Har xil vaziyatda, lekin javob beradi. Agar kamchilik bo'lsa, buni yana bir to'g'rilaymiz. Rahmat. Biz keyingi so'rovnomaga o'tamiz. Loyiha rahbarining xatti-harakatlari va muomala madaniyatini qanday baholaysiz? Yaxshi emas. Haqqoniylikni yo'lga qo'ying, o'rtoq rahbar. Harakat qilyapmiz. Balki biz bilmagan joylari bordir. Bu kamchilikni yopamiz. Fikr uchun rahmat. Qabul qilamiz. Loyiha rahbarlarining muomalasini umumiy qilib aytganda yomon emas. Faqat keyingi galda tadbir bo'layotganda sahna ortida bo'ladigan bardakka olib keluvchi vaziyatlarni oldini olgandan puxta o'ylab olinglar. To'g'ri e'tiroz. Juda ham to'g'ri. Bu narsani biz 2 safardan beri harakat qilamiz, lekin odamlarga tushuntirish qiyin bo'lyapti-da. Xudo xolasa harakat qilamiz. To'g'ri e'tiroz. Rahmat. Tartibli va yaxshi inson. Rahmat. A'lo, juda yaxshi. Respekt. Aha. Respekt nima degan? Dahshat degan. Laykda unaqasi. Jon kuyar, yaxshi, oliyjanob, bundan ortiq bo'lishi mumkin emas. Rahmat. O'rtacha. Hamma o'z foydasiga. Maqsad pul ishlash. Maqsad faqat pul ishlash emas. Bu yerda o'quvchilarning manfaati ham bor. Masalan, deylik, shu fikr bildirgan inson o'qituvchi bo'lsa, o'qituvchiligi uchun oylik oladi va u bilimini o'quvchiga beradi. O'quvchi ma'naviy manfaat olyapti, o'qituvchi moddiy manfaat olyapti. Agar o'qituvchiga pul bermasa, oylik bermasa, umuman faqat o'qituvchi emas, hammaga ham ro'zg'or tebratadi. Masala shu oddiy, unaqa buni vahima qilish shart emas. Shunchaki proyektimiz kattaroq bo'ldi, Xudoga shukr. Ko'pchilik qatnashyapti. Hisoblashsa falon million bo'ladi, to'g'ri. Lekin xarajatlari, sahnalari, jюrilari, ayniqsa hakamlar hay'atini Toshkentdan olib kelish masalasi. Bitta hakam kamida 5-6 millionga tushadi bizga. Bu yerda 10 dan oshiq hakam bor. Bu tomonlarni hech kim hisoblamaydi. Faqat o'zimiz bilamiz. Mayli, uni hisoblash shart emas. Shunchaki tanlovga ishtirok etib, maza qilib, yaxshi emotsiya olsa, biz xursand. Rahmat. Rahbarga gap yo'q. Men har safar taqdimotda ham o'zini kamtarin tutishlarini, ishtirokchilarga hurmat qilib joy ajratishlarini, Buxoroda o'zi yurdi. Har bir ustoz va ota-onalarga, ishtirokchilarga joy berdilar deb hurmatim juda ham oshdi. Rahmat e'tibor uchun. Yaxshi. Baholash odamiga qarab bo'lyapti. Yo'q. Noto'g'ri fikr. Odamiga qarab bo'lmayapti. Hatto o'zimiz shogirdlarimizni qatnashtirganmiz, lekin aralashmaganmiz. Kuchi yetsa, Grand Prix olsin, farqi yo'q bizga. Faqatgina taqdirlash kuni ko'rindi va yana faqat oliy o'rinlardagina taqdirlashda ishtirok etdi. Menimcha Buxoroda an'anaviy xonandalik va sozandalik yo'nalishi bo'yicha bora olmadim, administratorga yubordim. Shu bo'lsa kerak menimcha. Vaqtimiz yetmadi borishga. Shu rahbarga gap yo'q. Loyihada adolatsizlik bo'lgan kun Art Music faoliyatini to'xtatadi dedilar. 10 lider. Rahmat. Shuhrat aka tomonidan juda ham tanlovni zo'r tashkillashtirilgan. Ishchi guruh tanlovni o'tishi barchasiga gap yo'q. Bolalar yaxshi. Jamoamiz juda ham zo'r. Yosh, ham musiqa va san'at sohasidagi bolalar hammasi. Alohida aytib chiqay. Xo'p. Administratorim estrada xonandaligi mutaxassis, yaxshi mutaxassis. Xo'p, dizaynerim ham Begizod yaxshi, ham rassom, ham dizayner. Mobilografim Nurullo, u ham gitara mutaxassisi. Xo'p. Kiril ham juda ham yaxshi bola. U ham gitara mutaxassisi, musiqa ichida o'sgan bola. Zarnigor o'zlari. Xormidi? Xor yo'nalishi bo'yicha konservatoriyani tugatgan, juda ham zo'r. Qolgan bolalarim hammasi yaxshi. Shu o'zim rassomman. Shu rahmat hammasiga. Shu jamoa bilan shunaqa bir
loyihalarni qilib yuribmiz. Hammasiga rahmat. Rahmat. Navbatdagi so'rovnomaga o'tamiz. Loyiha rivoji uchun qanday taklif bera olasiz? Yanada ko'proq ishlash kerak. To'ppa-to'g'ri. Ishlayapmiz, harakat qilyapmiz. Bu albatta loyiha rivoji uchun juda ham muhim. Har bir viloyatda o'tkazib kelyapsizlar. Afsus, Sirdaryo viloyatida hozircha o'tkazilmadi. Xudo xolasa boramiz. Sirdaryoga boramiz. Bir loyiha boshlashdan oldin chuqurroq o'ylab ko'rishni taklif qilardim. Yaxshi taklif. Harakat qilyapmiz, juda chuqur o'ylashga. G'oliblarni munosib mukofotlash. Xo'p, qo'limizdan kelgancha-da, bu baribir moddiy tomonga borib taqaladi. Yanada ko'proq narsa bilan taqdirlash kerak bo'lsa, bu o'z-o'zidan badal to'loviga borib taqaladi. Qani biz xohlaymiz, agar homiylar bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Biz taraflarda ham o'tkazilsa edi, ya'ni Surxondaryoda. Surxondaryoga boramiz. Navbat bilan boryapti, xudo xolasa. Niyatimiz bor. Termizgami niyatimiz bor shunaqa. G'oliblarga qimmatbaho esdalik sovg'alari berilsin. Namanganda xudo xolasa bo'ladi. Ko'proq tadbir ketma-ketligini amalga oshirishda yanada qattiqroq hisobga olishga, tadbir olib borish punktualnostiga ahamiyat berishga. O'sha baholash mezonini ishlab chiqyapmiz. Xudo xolasa Namanganda bu narsa amalga oshadi. Yana ham adolatli, yana ham shaffof o'tkaziladi. Shu paytgacha umumiy mezon bor edi, lekin bu narsani aniq va tiniq belgilab qo'yamiz. Omad tilayman. Rahmat. Ishlaringizga omad, to'xtamanglar. Rahmat. Tanlovlarda ishtirok etayotgan yangi nihollar va eng kichik ishtirokchilar uchun va bir va undan ortiq nominatsiyada ishtirok etayotgan ishtirokchilarni alohida ta'rif etilsa, yaxshi bo'lardi. Harakat qilamiz. Yosh toifani to'g'irlash kerak va sovg'alar 1, 2, 3-o'ringa pul mukofoti bo'lishi kerak yoki Grand Prixga 1-o'ringa pul bo'lishi kerak. Bu o'z-o'zidan birinchidan o'z-o'zidan bu badal to'lovini oshishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan birinchi o'rinlarni kamaytirishga sabab bo'ladi. Agar ikkinchi, uchinchi o'rindan tashqari uni qo'yib turaylik, birinchi o'ringa pul mukofoti bo'lgan taqdirda ham mana shunaqa keskin o'zgarish bo'ladi. Men xohlamasdim badal to'lovini oshishini va birinchi o'rinlar kamayishini xohlamasdim. Chunki o'quvchilar juda ham xafa bo'ladi. Ularga pul ajratish uchun ko'proq pul kerak bo'ladi. Balki homiylar kerak bo'ladi. Biz qidirganmiz homiy, lekin bu auditoriya uchun homiylik qilishni xohlamagan. Teleshoularga homiylik qiladi ko'proq ular. Lekin bu proyektga homiy topish masalasi qiyinroq. Iloji yo'q deyarli. Shuning uchun birinchi o'ringa pul mukofoti, agar xohlasanglar, farqi yo'q. Biz narxini ko'tarib, narxini oshirib deydimi, pul mukofoti joriy qilishimiz mumkin. Rahmat. Konkurs chet davlatlarida tashkillantirilsa va iqtidorli o'quvchilarni vazirlik o'zbek san'atini ko'rsatish va targ'ib etilishi uchun bolalar musiqa san'at maktabi rahbarlariga buyruq berish asosida yuborilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xo'p, chet davlatda tanlov o'tkazish uchun biz oldin mana shu O'zbekiston ichida kamchiliklarimizni to'g'irlagan holatda mukammal darajada bo'lishimiz kerak. Biz hozirgi paytda kamchiliklarimiz ustida ishlayapmiz va hali yurtimizni hamma viloyatlariga bormadik. Oldin O'zbekistonni ko'rib chiqsin bolalar. Xudo xolasa undan keyin chetga borishni rejalashtirganmiz. Qachondir xudo xolasa vaqt kelganda buni amalga oshiramiz. Cholg'ular kesimida o'rin belgilansin. Ya'ni rubob, doira, dutor, chang alohida. Yaxshi taklif. Xuddi shu taklifni Buxoroda tanlov tugagandan keyin xalq cholg'ulari hakamlar hay'ati a'zosi bizga shu narsani aytgandilar, taklif bergandilar. Yaxshi taklif, buni albatta xudo xolasa Namanganda buni amalga oshiramiz. Rahmat. Har bir cholg'u alohida baholanadi. Ota-onalar ham ko'p so'rashadi. Kubik yoki pul mukofotlari ham ko'proq ishtirokchilar uchun bo'lsa, yaxshi bo'lardi.
harakat qilamiz. Har bir yo'nalishga Gran-pri berish, ommaviy axborot vositalarida keng yoritish, televideniyeda, ayniqsa hamma ko'radigan Zo'r TV, My5 kanallarida jonli efir qilish, oliy o'rin olgan o'quvchilar bilan ularni maktablarida videorolik qilib ommaviy axborot vositalarida keng targ'ib qilish, Madaniyat vazirligi bilan hamkorlikda g'olib bo'lgan o'quvchilarning ustozlarini toifasini bir pog'ona ko'tarish masalasini ko'rib chiqsangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki nizomda o'quvchilari respublika va xalqaro tanlovlarda birinchi yoki Gran-pri olgan o'quvchisining ustozlarini toifasi bir pog'ona ko'tariladi deyilgan. Shundoq ham har bir yo'nalishga Gran-pri berilyapti va televideniyada efir qilish bu arzon turmaydi. Ular ham xususiy tashkilot, shuning uchun bu juda ham katta summa. Bu o'z-o'zidan badal to'lovini oshishiga sabab bo'ladi. Ko'proq bo'lishini va har bir shaharda bo'lishini xohlardim. Biz ham xohlaymiz, harakat qilamiz. Rahmat. Baholashni zamonaviy usullarini olib kirilsin. Xo'p. Bizga aniq bir taklif bersalar yaxshi. Balki bilishlari mumkin bu inson biz bilmagan tomonlari bor bo'lsa bizga aytishsin. Biz albatta buni joriy qilamiz, chunki zamonaviy baholash tizimi qanaqa bo'lishi mumkin? Bizga qiziq bu ham. Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsalar, mani lichkamga yozsinlar. Biz buni ko'rib chiqamiz. Avvalambor Art Music Planet xodimlari juda yaxshi tashkillashtirishyapti. Lekin ta'rif etilgan hakamga nizom bo'yicha ballarni alohida qo'yilsa, masalan, kiyimiga, tanlangan asariga, sahna madaniyati va hokazo. Nizom bo'yicha yo'riqnomada ko'rsatilgan bo'yicha ballarni qo'yib, oxirida umumiy natijani ko'rsatish kerak. Chunki har safar o'quvchi nima uchun past ball olayotganini bilolmay kelyapti. Ba'zi o'quvchilar ovozi zo'r, lekin bali past, o'rin ololmayapti. Iqtidorli o'quvchilar haqiqat yo'qligiga ishonib qolyapti. Ularga sovg'a ham muhim emas. Ko'pchilik ichida diplom o'rinlari va medal muhim. Juda ham zo'r taklif. O'sha baholash mezoni xudo xolasa bu safar aniq belgilangan bo'ladi. Ya'ni deylik ijro mahorati 20 ballga loyiq, lekin sahna madaniyati pastroq bo'lishi mumkin. Va bu kishi taklif qilgan narsa mana shu. Qaysi jihati pastroq daraja ekanligini o'quvchi biladi va o'zini ustida ishlaydi. Bu yanada shaffof o'tkaziladi. Xudo xolasa mana shu narsa juda ham zo'r. Taklif uchun katta rahmat. Buni xudo xolasa amalga oshiramiz. Insofli bo'lishingizni so'rayman. Gran-pri'ni soting desa sotadi. Shuncha mehnat qilganlar ololmay qoladi. Xo'p. Bizga aniq dalil bilan keltirsin, chunki sotish masalasi bu juda ham qattiq haqorat. Men haqorat deb qabul qilaman bu narsani. Isbot qilib bersin. Masala shu. Agar isbot qilib bera olmasa, gapni ozgina o'ylab gapirish kerak. O'quvchilar uchun tanlovda qatnashish puli 100 minglar atrofida bo'lsa, yotoq joylari ham arzonroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Biz har doim turar joy uchun eng arzon variantini taklif qilamiz. Bu bizga bog'liq emas. Qayerga borishsa, o'sha yerni eng arzon variantini topib beramiz. Badal to'lovini 100 ming bo'lishi bu tashkiliy qismni juda ham oqsashiga olib keladi. Nima deydi? Bu masala biz xohlardik homiy bo'lishini. Homiy mana shu bolalarimiz uchun homiylik qilishsa, biz bajonidil qabul qilardik. Biz uchun ham yaxshi bo'lardi. Ishtirokchilar ko'proq ishtirok etardi, o'quvchilar ko'proq kelardi. Agar hech qanaqa homiy yo'qmi, demak bu summa deyarli tanlov o'tishini imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. Chunki ochiq aytaman, bitta tanlovda 200 milliondan oshiq xarajat ketadi. Buni aynan o'sha hisob-kitob qiladiganlar eshitsin. Bitta tanlovda 200 milliondan oshiq xarajat ketadi. Buni har bittasini hisoblab chiqish uchun ko'p vaqt ketadi. Men umumiy aytyapman. Buni hisoblash juda ham nima deydi? Hozirgi taklif menimcha imkonsiz.
Yakkaxon ishtirokchini pulini kamaytiringlar, iltimos, juda qimmat-ku. Badal to'lovini maksimum pastroq bo'lishiga harakat qilyapmiz. Bu baribir o'sha har bir o'quvchiga beriladigan sovg'alar bor, medallari bor, Grand Prix pul mukofotlari bor. Tashkiliy qism og'ir, katta xarajat talab qiladi. Shuning uchun biz imkon qadar hali ham O'zbekiston hududida menimcha eng arzoni bo'lsa kerak. Farg'onada bo'lishini istaymiz. Nasib, xudo xolisa boramiz Farg'onaga. Baholash tizimi yaxshiroq qilish kerak, mutaxassislarni yaxshisini qo'yish kerak. Mutaxassislarni yaxshisini taklif qilyapmiz va baholash o'sha mezon bo'yicha bo'ladi, xudo xolasa. Hakamlarni haqqoniy, fidoyi, tanish-bilish qilmaydiganini qo'yish lozim. Hakamlarni fidoyilarni jalb qilyapmiz va tanish-bilish qilishga hech qanaqa imkon yo'q. Chunki ro'yxatda o'quvchilarning ism familiyasidan boshqa hech qanaqa ma'lumoti yo'q. Ya'ni qayerdan kelgan, qaysi maktab o'quvchisi u. Bundan tashqari har bir hakamlar hay'atining a'zolarining oldida bizning xodimimiz bor. O'sha o'quvchini e'lon qilish jarayonida nazorat ham qiladi. Hakamlar hay'atining oldiga hech kimni kelmasligini ta'minlaydi. Hech qanaqa tanish-bilish qilish uchun sharoit yo'q u yoqda. Shu. Ballarni qo'yishda ishtirokchini mehnatini, uzoq yo'ldan borayotganini ham hisobga olinglar. Taqdimotda alohida har bir yo'nalish bo'yicha yoshiga qarab aytilishi kerak o'rinlar. O'sha o'quvchini qo'llab-quvvatlash uchun har biriga sovg'a qilyapmiz. Va ballni yuqori qo'yish uchun men o'ylayman, o'quvchi bilan o'qituvchi ko'proq harakat qilsin, o'z ustida ishlasin. Biz ishlayapmiz-ku. Kamchiligimizni ko'ryapmiz, takliflarni qabul qilyapmiz va o'zimizning ustimizda kamchiliklarni bartaraf qilish ustida ishlayapmiz. Siz ham ishlang, o'quvchini ustida ishlang, ko'proq mehnat qiling. Buni sun'iy tarzda o'quvchini ballini yuqori qo'yishdan ko'ra tabiiy o'z o'quvchini olib ketgani yaxshi. Shu fikr. Mana barcha so'rovnomalardagi e'tirozlar, takliflarni ko'rib chiqdik birgalikda. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu so'rovnomalar ichida eng haqli e'tiroz qaysi biri? Eng yaxshi e'tiroz deylik. Chunki ko'pchiligi haqli e'tiroz. Buni ko'rib chiqamiz, aytdik. Eng yaxshi e'tirozni men o'sha hakamlar hay'atini o'quvchilarga nima uchun shunaqa baho berganini va o'sha bahoni izohlab berganini haqidagi o'sha takliflari, e'tirozlari juda ham o'rinli. Chunki o'quvchi bilish kerak nima uchun bunaqa baho olganini. Balki bu o'sha baholash mezoni bilan kamchilik yopilar. Baholash mezonini qo'yganimizdan keyin bu o'quvchiga aniq bo'ladi, ya'ni ham 5 ta yo'nalish mezon bo'yicha aniq bo'ladi nima kamchiligi borligi. Bundan tashqari balki hakamlar hay'ati a'zolari ham o'zlari ham bir nomerdan keyin tushuncha berishlari kerakdir balki. Eng nohaq e'tiroz qaysi deb o'ylaysiz? Eng nohaq e'tiroz albatta sotayotgani, o'rinlarni sotadi degani, bu juda ham tuhmat. Buni o'ylab gapirishlarini iltimos qilardik. Shu yaxshi fikr emas bu. Rahmat. So'rovnoma bo'yicha kelib tushgan takliflar, fikrlar, e'tirozlar mana shulardan iborat edi. Obunachilarimizga yana qandaydir takliflaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat. Yuborilgan fikrlar uchun, takliflar uchun kattakon rahmat. Albatta bularni ko'rib chiqamiz. Yana qanaqadir takliflar bo'lsa, fikrlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz hamisha ochiq muloqotga tayyormiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar, rahmat kattakon.